Assalomu alaykum, tog'lar zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarga tiniqqina Nexia bircha topib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, tog'lar. Qarangizlar, buni yili kiradigan bo'lsa, yili 1999-yil. Ishlar yaxshi holatda turibdi. Ishlariga kirib ko'rsataman. Mana, tog'lar 5,5 kun yurgan. Hamma ichlar masalolari tiniqqina turibdi. Hali tonirovka ham tortilmagan, massa turibdi jigarlar. Ishi yopishlari ekan baho berib qo'yasizlar. Mana. Arqalari bilan ko'rsatib o'taman. Bu yoqda mana urilgan joylari, urilgan turtgan joylari bor. Ha, kapotda shpaklovkalari yo'q, prosta sal-pal fachoq bo'lgan, bular o'zi to'g'rilangan. Qolgan joylari yaxshi turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qo'ydiramiz. Narxi 2,5 ming. Bitta hamma yoqni aylantirib ko'rsataman. Tomonlardan ham eshikni ochib, ishlarni ham ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, mana tiniq holatda turibdi ishlar. Qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qoldiraman, bemalol olib qaytib ko'rasiz.